Qilichimni buni kattaligini qaranglar. Bu dragonning qilichi bo'ladi, bu Liboyni yutolmaydi. Men bu qilichlarni bozordan sotib oldim bugun. Unda har xil qilichlar bor edi, lekin men eng zo'r qilichni oldim bor. Yana unchalik qimmat emas ekan. Atiga 600 zumrudga zo'rg'a talashib oldim. Yana buni urunini qaranglar, 46 ta urun bor bu. Liboy Grifferni yutadi, Liboy Cheaterni yutadi bu. Ashi Liboyni yutadi, даже dragonning o'zini ham yutolmaydi. Agar Griffer qanaqamizga qishlog'imizga kelib bittimdan qilaman bo'ldi, Griffer yutdi. Cheater kelsa bo'ldi, bitta qilaman yutadi bo'ldi. Judayam zo'r qilichda bor, menga rosa yoqib ketyapti shu qilich. Yana arzonga sotib oldim. Atiga 6 ta izumrudga qaranglar. Shunaqa zo'r qilich. Ketding nima shu qilichni borib hammaga ko'rsatamiz tak. Men eng zo'r qilichni sotib oldim. Menga teng keladigani yo'q. Qishloq san точно aytolsam, bu oddiy xo'roz-u. Sen oddiy xo'rozsan, bu qilich bu xo'roz emas.